Assalomu alaykum, hurmatli boshlang'ich sinf o'qituvchilari. Bugun biz boshlang'ich sinf matematika darslarida interaktiv metodlardan samarali foydalanish haqida batafsil gaplashamiz. Bu usullar, masalan, o'yinlar, guruh ishlari va vizual kartochkalar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va ularning matematika bilimlarini olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Interaktiv metodlar orasida o'yinlar orqali hisoblash, guruhlarda muammolarni hal qilish va vizual kartochkalardan foydalanish ayniqsa samaralidir. Bu yondashuvlar bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirib, ularga matematik tushunchalarni, masalan, sonlar va oddiy amallar bilan ishlashni amaliyotda qo'llash imkonini beradi va darsni jonlantiradi. Masalan, o'yinlar orqali birdan 10gacha sonlarni o'rganish yoki guruhlarda murakkab masalalarni, masalan, olma va bananlar sonini qo'shishni birgalikda yechish bolalarning hamkorlik ko'nikmalarini oshiradi. Vizual kartochkalar esa mavhum tushunchalarni, masalan, doira va kvadrat shakllarini aniqroq tasavvur qilishga yordam beradi. Bu esa o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirishga olib keladi. Bu usullar o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi va olingan bilimlarni mustahkamlaydi. Ular nafaqat dars jarayonini jonlantiradi, balki har bir bolaning o'z salohiyatini to'liq namoyon etishiga sharoit yaratadi, chunki barchasi faol qatnashib, o'z fikrlarini bildiradi. Interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirish, ularning o'ziga ishonchini mustahkamlash va matematikani sevishlariga yordam berish mumkin. Bu esa ularning kelajakdagi o'qishlarida, masalan, keyingi sinflarda murakkab mavzularni oson o'zlashtirishda mustahkam poydevor yaratadi. Shunday ekan, aziz o'qituvchilar, interaktiv metodlarni o'z darslaringizda sinab ko'ring va o'quvchilaringizning yutuqlariga guvoh bo'ling. Ularning o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'oting va ularga matematikani kashf etish, o'yinlar orqali hisoblashni o'rganishga yordam bering.